Erkog'men qachon erkog'ni, Volgaz niday boq, men biz tastab birden aytib zang buzib qo'yатын bo'lsa, onun условный сроgi realniy srokka aylanib ketadi. Shu o'zda qaysini olib chiqasan? Erka bilan To'ktar bu safar o'z javobi bilan hammani hayratda qoldirdi. Lutcha qay vaqtda to'g'risimiz, ondan keyin bo'lmaydi degan goldga, tangirtang to'g'risiga, или tusda to'g'risiga, qay organizatsiyada to'g'risimiz degan realniy so'roqlar qo'ysandir. U go'yo bir o'q bilan ikki nishonni urmoqchi bo'ldi. Ikkita variant sayga. Ikkita variant. Xohlasang ukam bilan, xohlasang men bilan. Biz tayyormiz inshaalloh. O'lim. Har doim. Har doim mujiklar shu videoni tayyorlab qo'yinglar aktyorga. Ya'ni Gold va Abdumalikda birdek munosabat bildirdi. Avval Nasimxonovning videosida Abdumalik va Gold birgalikda ikkimizni birini tanla, jangga chiqamiz degan chaqiriq bilan chiqishgan edi. Mana haqiqiy Gold. Assalomu alaykum mujiki. Charchamasdan mana haqiqat. Shundan so'ng To'ktar jim o'tirmadi. U ham o'z pozitsiyasini ochiq ko'rsatdi. Endilikda voqealar yanada keskinlashmoqda. Oktagon tashkilotchisi Sulton Goldning tarafini olib, shaxsan uning uyiga bordi. Bu esa Goldning Oktagon ligasida rasmiy debyut jangiga sahna tayyorlayotganidan darak beradi. Demak, endi kurash faqat so'zlar bilan emas, amalda ham davom etadi. Uchlik o'rtasida haqiqiy raqobat boshlandi. Kim ustun chiqadi? Bunga vaqt va ring javob beradi. Qadrli tomoshabinlar, video yoqqan bo'lsa, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring va like bosishni unutmang. Chiroyli dastoyni bo'ylan ko'rasizlar endi inshaalloh. Gold bilan meni bo'yimni. Bular mujiklar shu videoni tayyorlab qo'yinglar aktyorga tashab qo'yinglar ko'rsin o'zi uchun. Da istib jurasın, taptinish, жұмыстарыңды isteb, o'zingmen o'zing isan olsun video keladi-da. Jiberib qo'y ana, tashlab qo'y ana aktyorga deydi. Gold chiqdi. Men или Goldben qaysimizni to'g'risimiz deb ko'chiqdi videomish. Gold chiqdi, ya, qutlu bo'lsin. Men chin yurakdan Gold chiqsa ekan deb men chin yurakdan niyetlendim. Chiqsin shu to'g'risiga, biroq mening bilimim bo'yicha ol условный срок aldı. 4 yılga условный срок. Ол tungi soat 10dan keyin uyinda o'tirish kerak. Chet elga chiqa olmaydi. Zang buzbau kerak. Sendер qaslarına жиналып аласыңдар да, ана шайка. Erkog'men qachon erkog'ni, Volgaz niday boq, men biz tastab birden aytib zang buzib qo'yатын bo'lsa, onun условный сроgi realniy srokka aylanib ketadi. Shu o'zda qaysini olib chiqasan? Жаңа qasында жүрген, ана особенно түр жасап алған, сен түр жасамай qo'ysh. Sen turning shashib berdi qoldi bizning bola. Inshaalloh butun O'zbekiston duoda bo'ldi. O'zbekiston duolari bilan chiqib ketdi inshaalloh. Hech kim chiqarmadi. O'zbekiston sizlar chiqardinglar mana. Gap bo'lishi mumkin. O'zbekistonda yuragiga podpisatsiya bo'lganingiz. O'zbekiston meni yuragimga podpisatsiya bo'lgan mana shu. Gap bo'lishi mumkin emas. Duodamiz inshaalloh. Mana akam bilan inshaalloh ko'p bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Beri chiroyli dastoyni bo'ylan ko'rasizlar endi inshaalloh. Gold bilan meni bo'yimni inshaalloh shunday chiroyli bo'y qilamiz. Dastoyni bo'y qilib O'zbekiston uchun, vatanimiz uchun bayroqni yuqoriga ko'taramiz. O'zbekiston bosinglar inshaalloh. Haqiqiy jaydari jangni ko'raman deganlar kommentariyada yozasizlar. Mana u erka bo'lan. Xohlasang mana Gold Shahzodbek o'zi. Xohlasang mana Abu Akalam. Ikkita variant sayga. Ikkita variant. Xohlasang ukam bilan, xohlasang men bilan. Biz tayyormiz inshaalloh. O'lim. Har doim. Har doim mujiklar shu videoni tayyorlab qo'yinglar aktyorga tashab qo'yinglar ko'rsin o'zi uchun. Xohlasa mana Gold bilan, xohlasa men bilan.